Barchaga salom, sizlar bilan Jor kanalimni ko'rib turganidan xursandman. Hozirgi videoyimda Boya mikrofonini obzorini qilmoqchi edim. Buni afsuski korobkasini o'zi tashlab yuborganman. Juda ham bir 6 oy, 7 oy oldin va uni hozir Boya mikrofonsiz meni eshityapsiz. Hozir mikrofonni olayman va o'sha orqali eshitasiz va o'zingiz baho berasiz. Xo'sh, ovozim juda ham bir yaxshi eshitilayotgan bo'lsa kerak. Boya mikrofoni, ya'ni Boya V2 mikrofoni ikkita komplektatsiyada olganman. Bu ya'ni ikkita odam bilan muloqot qilishlik uchun, misol uchun ko'chada yokida yopiq xonada ham uni farqi yo'q, lekin juda ham baland ovozlar bor joyda bunaqa anaqani petlichkani uncha tavsiya qilmagan bo'lardim. Juda ham ovozlarni ko'p qabul qilishligi ehtimoli katta. Shunaqa joylarda Boyani o'zini shu funksiyasi bor. Men bitta raqamladim. Xo'p, bu yerda ko'k tugmasi bor, mana ko'rsangiz. Bu yerda yoquvchi 3-4 sekund bosib turasiz va yoqiladi. Bu yerda zaryadga oluvchi Type-C va bu yerda shumoizolyatsiya bor. Shumoizolyatsiyani yoqqan paytingizda atrofdagi ovozlar yo'q qoladi. Hozir oldin eshitayotgan paytingizda misol odam gaplashayotgan edi, uni eshitdingiz va protsessor ham ovozi yoqilib turgan edi. Ya'ni kullerlar ishlayapti, kullerlarning ovozini eshitdingiz. To'g'rirog'i. Xo'p, buni o'chiraman. Bir marta bosamiz, o'chadi, bir marta bosamiz, yo'qoladi. Juda ham qulay va bu yerda mana ko'rsangiz, aylantirgan holatda o'zingizga misol uchun narsa ryukzakingiz bo'lsa, ryukzakingizni bo'tiga osib qo'yasiz. Kiyimingiz bo'lsa, mana qilib turib ilib qo'yasiz yokida kepkangiz bo'lsa, bunaqasi ilib qo'yasiz. Qisqasi xohlagan tarafingizga burgan holatda foydalansangiz bo'ladi bundan. Boya mikrofonni men shu paytda 420 или 450 ming atrofida olgan edim. 420-450 atrofi. Xo'p. Lekin hozirgacha o'zini pulini oqlab bo'lgan mikrofon. Ya'ni har bitta videoyimda shu olganimdan keyin har bitta videoyimda mana shu mikrofondan foydalanadigan bo'ldim. Hop, ikkita komplektatsiyada olganman. Hop, bu sizga qancha soatgacha ishlab beradi? To'liq zaryadkada 2 soatgacha bemalol foydalansangiz bo'ladi. Menda ikkita demayman, 4 soatgacha foydalansam bo'ladi. Hop, zaryadga olishi zaryadga olish vaqtini to'g'risi eksperiment qilmagan ekanman. Qiziqib va o'sha ulanadigan joyi Type-C'li yokida o'sha iPhone'niki, ya'ni Lightning'da shunaqa razyomda olasiz, shunaqa qiladigan anaqa bilan, uchi bilan olasiz va o'zingizni telefoningiz, gadjetingizga ulagan holatda yoqasiz va ulaysiz, kamerani yoqasiz va buni mikrofoningizni yoqasiz. Bo'ldi. Ovozingiz tiniq, oldingidan ko'ra yaxshiroq va tiniqroq eshitilishni boshlaydi. Xo'p, bu 50 metrgacha masofada bemalol ushlaydi va ovozingizni tiniq yozib beradi. Hozir xonamizda kichkina, buni misol uchun ko'chada eksperiment ko'rsak bo'ladi, lekin buni qilib o'tirmadim, to'g'risi. Ko'chada hozir mahallaga chiqish kerak. Qisqasi o'zingizlar tushuntirsizlar. G'alati ko'rinadi deb shunaqa qisqasi. Xo'p, Boya mikrofoni originali bor, podoriginali bor. Podoriginali 250 ming so'm turadi yoki 2000-250 ming so'm orasi, lekin Boyani o'zi originali o'sha mana 420 ming, 450 ming so'm turadi. Men boshlanishda puldan qilsak, o'sha mana bu Boyani podoriginali bo'lsa ham olaveray deb oldim. Bitta ovozini eshityapman. Shunaqa yoqmayapti ovoz. Chista yoqmadi menga va undan keyin tinchgina egasiga olib borib, qaytaraman, lekin pulni olmayman. Men pul ustiga pul qo'shaman, lekin buni originalini bering dedim. Ular menga originalini olib chiqib berishdi va
kichkina ko'k korobkada ochdim va ichidan mana bunaqa bo'ya chiqib keldi va ikkita Type-C anaqasi bilan, ismi bilan, ya'ni qulay bo'lishligi uchun ikkita pitaniya anaqasini topasiz, pitaniyasini ulaysiz va zaryadka urasiz bo'lganligi uchun, misol ko'chadan intervyu olsa bo'ladi yoki chista to'g'iz bilan gaplashib, qanaqadir esdalik uchun video olib qo'ysangiz bo'ladi. Buni albatta boshlang'ich YouTube boshlaganim uchun boshlang'ich device sifatida oldim. Sababi bundan qimmatlari ham bor, bundan zo'rlari ham bor, albatta. Lekin boshlanish uchun mana shuni ma'qul ko'rdim. Juda ham ko'p boshlang'ich o'sha video olish uchun yoki qaysi petlichka minimalniy o'sha budjetniy olinib, o'sha foydalanishga degan videolarni ko'rganimda hammasi o'sha bo'ya firmasidan petlichkalar chiqib keldi. O'shalarni ko'rdim, sinab ko'rishgan, juda ham yaxshi ovoz sifatini beryapti va men o'shandan qoniqdim va oldim. Misol uchun siz olmoqchi bo'lsangiz, albatta boshqa plyus va videolaringiz uchun juda ham mos, juda ham ma'qul keladigan mikrofon, petlichka. Ikkitasi olsam qanaqa bo'larkan? Mana ikkitasi davomli. Ovozim hozir cho'tka eshitilayotgan bo'lsa kerak. Hop. Asosan shunaqa asosiy narsalardan biri va orqasida mana bunaqa QR kod joyi bor. QR kodni ursangiz, sizni alohida ilovaga olib kirib ketadi. Buni Bluetooth versiyasi ham bor, ya'ni Bluetooth ishlaydi. Uni shunaqa ulab o'tirmaysiz. Chista Bluetoothni bundan yoqasiz, o'zingizdan Bluetooth yoqasiz, ulaysiz va tayyor petlichkalaringizni ishga solib zo'r ovoz yozasiz. Xo'p. Bo'ya firmasiga gap yo'q, juda ham yaxshi narsa chiqarishibdi. Budjetniy va такой скромный. Xo'p. Hamtini olsak, mana bu yerda o'sha har xil shumlarni zagushka qiladigan momoqcha. Mana bu o'zimizning chistый mikrofonimiz, chistый. Qisqasi shunaqa. Xo'p, siz bilan diyor bo'ldi. Agarda video yoqqan bo'lsa, like, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Keyingi videoda uchrashguncha xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling.